Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Modern Garden Ferganaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga pitomligimizda bor o'simliklar bilan birma-bir tanishtirib boramiz. Ushbu kanalimiz yangi ochilingan. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz like, komment va mana shu kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmasdan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yasiz. Bo'lmasam biz boshladik. Xudo xolasa bizning pitomligimizda 130 dan ortiq o'simliklarimiz mavjud sotuvda. Bu ko'rib turganlarning hammasi Yevropadan keltirilgan. Barchasi Italiya, Turkiya hamda o'zimiz Qirg'iziston respublikalaridan olib kelingan o'simliklar bo'ladi. Ko'rib turganlarning hurmatli mijozlar, tuya, danika. Asosan bularimiz mana shunday ot salativiy svetda bo'ladi. Bularimiz bronxit astmasi bor odamlarga lechebniy sifatida sotuvda bor. Sotilinadi. Bularimizni asosiy xususiyati lanshat zonasida mana shunaqa salativiy svetda ko'rinish beradi, estetik ko'rinish. Qishda yaproqlarni to'kmaydi. Qishda bu sal rangi to'qarib, to'q yashil holatga kirib qoladi. Narxi esa 1.250 ming so'm. Xo'p, ikkinchisi Leilani Gold Rider multi shtampa. Minimalizm lanshat zonalari uchun moslangan o'simlik. Tepasini o'zi o'sadi, pastlardan chiqqan shoxlarni kesib-kesib turilaveradi. Buni ham yozgi holati mana shunday salativiy svetda bo'ladi. Qishga borganda mana shu yangi chiqargan yaproqlari tilla rangga kiradi, ichlari esa to'q yashil holatda bo'ladi. Bunimizning narxi 850 ming so'm. Va mana bunisi Eonomus aurea yaponikalarimiz. Bularimiz quyosh nurlarini juda ham yaxshi ko'radi. Quyosh nurlarini ko'rgani sari bularning rangi sap-sariq bo'lishni boshlaydi, ichlari bilan zich bo'ladi. Kasalliklarga anchagina bardoshli o'simlik hisoblanadi. Lanshat burchagini istalgan burchagiga ekishingiz ham mumkin. Chiroyli tuvaylarga bularni o'tkazib, do'kon, hovlidan kirish garaj qismlariga, ofislarga, terrasa, besedkalarga zo'r tushadi. Narxi 650 ming so'mdan. Hop, keyingi archamiz Taxus Bakata, ya'ni tis archasi. Bularimizni holatlarini ko'rib turibsiz, ichlari bilan zich bo'ladi. Bularimiz asosan olako'lanka joyga ekilinadi. Yiliga o'sgani mana. Bu yilga o'sgani mana shunday 350. Adashmasam 4-5 sm atrofida o'sadi, undan ortiq o'smaydi. Bularni asosan salqinroq joyga ekasiz, o'shanda juda ham chiroyli bo'lib katta bo'ladi. O'sish tezligi sekin. Ko'rib turganlaringiz istalgan razmerdagisi bor sotuvda. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 3.300 ming so'mdan. Va buni orqasida turgan lavroviy listlarimiz, hurmatli mijozlar. Bularimiz xo'jalikda ovqatga ishlatilsa bo'ladi, asosan go'shtni manirovkasi, uyda ayollarimiz yaxshi bilishadi. Buni chiroyli qilib baylarni kesib olib, yaxshilab chayqab, oftobda quritib, salofanga solib ishlatilsa bo'laveradigan o'simliklarimizdan bittasi. Hidi ham bor. Ancha-muncha sovuqlarga, issiqlarga chidamli. Bu ham quyoshli zonalarga ekilinadigan o'simlik. Shtamplisi. Buni bizda sharavetnisi ham bor. Xudo xolasa keyingi videolarda qo'yib ko'rsatamiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa, mijozlar 1.200 ming so'mdan. Va buni orqasidagisi Kalistin o'simligi. Bularimiz qip-qizil bo'lib gullaydi. Hozir endi gullashga yaqin qoldi. 15-20 kun atrofida gullab qo'yadi. Buni ham lanshat zonasini istalgan burchaga ekishingiz mumkin. Bularimiz eng asosiysi bu quyosh nurlariga juda ham bardoshli, lekin qishda sovuqdan qo'rqadi. -2-3 gradusgacha chida oladi. Undan ortig'ini ko'tara olmaydi. Qishda buni o'rashni tavsiya qilamiz. Kalistin o'simligimizda narxiga keladigan bo'lsa, bu o'simligimiz 1.450 ming so'mdan. Kelishadigan xonasi bor. Keyingi qatorimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi qatorimizda Fatinia Red Robin, o'sha mashhur turk seriallarida yo'laklarga ekilinadi. Asosan buni Turkiyada ko'p ekishadi. Bularimiz ham doimiy yashil hisoblanadi. Qishda yaproqlarni to'kmasdan -14-15 gradusgacha chidaveradi. Yaproqlarni ko'rib turganlaringiz mana shunaqa sochli svetda bo'ladi. Bularimiz erta bahorda yangi chiqar ekan baylari mana shu. Endi kesib qo'yganimizdan yangidan chiqarishni boshladi. Yangi chiqar ekan baylar qip-qizil holatda bo'lib chiqadi. Ranglarini umuman o'zgartirmaydi. Yoz kelishi bilan yashilga o'tadi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa 2.200 ming so'mdan. Buni ham har xil razmerdagisi bor. Bizda asosan litrga, tuvayga qarab bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz 55 litrdagisi. Bizda 15 litrdan boshlaydi, 220 litrgacha bor. Xo'p, bunimiz Ilex Nelly. Ko'rib turganlaringdek mana shunday o'sha mashhur Ilex sortimizdan. Qishda yaproqlarni to'kmaydi. Mevalarni ko'rishingiz mumkin. Bularimiz sovuq tushishiga qizarishni boshlaydi. Bu ham oftobga juda ham chidamli o'simlik hisoblanadi.
Bulardan mana qizarganlari ham bor ekan, mijozda ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'ldi, landshaft zonasida ko'rinish beradi. Bu ham shtampoviy variantidagisi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 800 ming so'm. Keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, skidkada ketayotgan magnoliyalarimiz gullaydi. Bo'ylari почти 1.30, 1.40 atrofiga borib qoldi. Yangitdan baylab chiqargan. Bu ham haqiqiy Italiya. Ko'rib turganingizdek, bargini orqasi zamish fish keladi. Shundan farqlay olasiz. Bularimiz gulga kiradi inshaalloh. Tuvaylari almashilingan. Kattaroq tuvaga o'tkazganmiz. Olib borasiz, keyingi yildan gulga kirishni boshlaydi. Bularimiz sovuqqa, issiqqa chidamli, bizning klimatimizga yaxshi moslashgan. Buni ko'proq asosan katta-kattalarni Italiyalarda, Polsha, Germaniyalarda ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa siz ham qo'lingizga bitta ekib qo'ying. 3-4 yildan keyin chiroyli narsa landshaft zonangizda katta bo'lib, xonadoningizga ko'rkka ko'rk qo'shib turadi. Keyingi qatorimizdagilar esa Keder Diadora. Buni shorts qilib videosini qo'ydik. Bularimiz mana shunday mayin bo'ladi, igolkalari. Asosan Himalay tog'larida rivojlangan o'simlik. O'sha yerlarda o'sadi. Bizda adaptatsiya qilib, sekin ko'paytirish boshlandi. Bu ham Turkiya mahsuloti. Narxiga keladigan bo'lsa 750 ming so'm. Magnoliyamizdan skidkada 750 ming so'm. Hop, Pinus Vatteriya Silvester. Nanasi. Ko'rib turganlaringdek. Bularimiz shtampoviy variantda. Landshaft zonasiga chiroyli ko'rinish beradi. Bu ham sveti голубой svetda bo'ladi. Ichlarida igolkalarni kamdan-kam holatda to'kadi. Narxi hurmatli mijozlar 2 million 800 ming so'm. Va keyingisi Magnolia Little James. Bularimiz bargi kichikroq, o'sish tezligi sekinroq bo'ladi, lekin bu yilda 2-3 marta gullaydi. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi 2 million 600 ming so'm. Keyingi qatorimizdagilar pisakarpuslarimiz. Pisakarpuslarimiz hurmatli mijozlar guldan keyingi mana shunday butonchalari bo'ladi. Bu ham gulga o'xshab turadi, lekin buni asl guli oq bo'ladi. Biz joyimiz olako'lankalik uchun buni rangi har xil bo'lib ketgan. Bular quyosh nurlarida mana shunday to'q bardoviy sveta bo'ladi. Salqin kelsa mana shunday yashillashib qoladi. Buni quyoshli zonalarga ekish tavsiya qilinadi. Hurmatli mijozlar, bu ko'rsatayotgan o'simliklarimiz barchasi quyosh nurlariga chidamliligini ko'rsatyapmiz. Keyingi videoda olako'lanka salqin joyda o'simliklarni obzor qilib olib chiqamiz. Ko'rib turganlarning Elagnus Ebbeni sharavidniy variantidagisi. Bularimiz sentyabr, oktyabr oylarida gullaydi. Noyabr, dekabrda meva soladi. Ochig'i o'zim yoqadi. Sekin sovuq tushishiga mana shu o'simligimiz o'zidan jidani hidi keladi. Boshqa viloyatlarda nima deyishadi bilmayman. Lekin bizda jida deyiladi. Hidi juda ham aromatli bo'ladi. Keyingi o'simligimiz esa narxi esdan chiqibdi. Bunimizning narxi hurmatli mijozlar 1 million 800 ming so'mdan tanlab olishga. Keyingisi skidkaga tushgan Akuba yaponikalarimiz. Juda ham chiroyli. Landshaft zonasi deysizmi, tuvaylarga deysizmi, xonadonda ichida ham turaveradi, xonalarda ichida. Bularimiz quyosh nurlariga unchalik chidab olmaydi. Olako'lanka salqin joylarda zo'r rivojlanadi. Endi podarkaga hadya qilsangiz bo'laveradigan. Ranglarini qarang, ko'zni quvnatadi. Yam-yashil barg, mana shunday sariq dog'lari bo'ladi. Bularimiz narxi esa 750 ming so'mdan skidkaga qo'yganmiz. Leylandi shtampoviy variantidagisi chupa-chup figurali archamiz. Bularimiz ko'rinishi majvelniga o'xshaydi, lekin bularda tikon bo'lmaydi, yumshoq bo'ladi. Umuman sanchilmaydi, qo'lga ham botmaydi. Narxi 1 million 200 ming so'mdan. Yana sizlarga hurmatli mijozlar, Fatini o'simligimizda shtampoviy variantidagisi. Ko'rib turganlarni mana shunday chupa-chup figurada bo'ladi. Yangi chiqarganlar, buniki ham qizil. Narigi boshda ko'rsatganimiz chupa-chup variantidagisi. Bulardan skidkaga tushgan mijozlar 1 million 100 ming so'mdan kelib, istalgan razmerdagisini xarid qilib ektirishingiz mumkin. Yana bizda o'simliklarimiz juda ham ko'p. Ko'rib turganlaringdek, Ligistrium texanum. Gullarini qarang, rosa ham aromatli bo'lib gullaydi. Bular ana shunaqa qing'ir-qiyshiq figurasi bilan landshaft zonasida boshqacha ko'rinish beradi. Asosan buni bonsaiga qiziqadigan mijozlarimiz xarid qiladi. Xudo xolasa bu gullar bo'ldi. Endi chiroyli qilib shakllarni chiqarib, o'zini eski holatiga olib kelib qo'yamiz. Va bizning pitomniyimizda Magnolia daraxtimizni kompaktniy shakldagisi. Bularimiz ham o'sha qishda bargini to'kmaydi, minus 16-14 gradusgacha chidaydi. Quyoshli joylarga ekish tavsiya qilinadi.
taylari turfda, haqiqiy Italiya mahsuloti, qalamcha yoki bo'lmasam o'zidan o'zi ko'paytirib qo'yilgan emas. Bularimiz ham gulga kirgan, mana guldan keyingi butonlari. Mana tayyor butoni ham bor ekan. Xudo xolisa bu ham 2 kun 3 kun atrofida ochib yuboradi. Xudo xolisa o'simliklarimiz juda ham ko'p, hurmatli mijozlar. Boshida aytganimdek, bizning kanalimiz yangi. Biz asosan Instagram, Telegramda faoliyat yuritamiz. YouTube'ga ham YouTube kanal oching, o'simliklarini qo'ying, uzoqroq obzor bo'lsin deyshadi. Mana endi bu birinchi videomiz. Xudo xolisa sizlar qo'llab-quvvatlashing bilan o'sha like bosib, komment yozib, o'zlarini qiziqtirgan o'simliklarni so'rasalaring, biz imkon qadar bizda bo'ladigan bo'lsa, polностью to'liqligicha obzor qilib ko'rsatamiz. Sizga ana shunday sifatli o'simliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirilgan raqamlarga yoki bo'lmasam biza Farg'ona shahar Yormazor Shodlik MFI Al-Farg'ona ko'chasi 262 manzilda joylashganmiz. Telegramdan aloqaga chiqsangiz, joyimizdan lokatsiyani tashlab beramiz. Yoki bo'lmasam uyingizda landshaft ishlarini qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, uyingizdan lokatsiya bersangiz, biz o'zimiz borib, chiroyli qilib dizayn proyektlari bilan chiqarib, o'zingiz yoqadigan variantdagilarni 4-5 xil rasmlar tashlab, inshaalloh ishlarni sifatli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolisa bu yoqdagi o'simliklarni ertaga chiroyli qilib obzor qilib kanalimizga joylaymiz.